Ba'zi erlar ayollariga ajoyib gaplar gapirishadi. Men shu gapni eshitib hayron qolaman. Sen deydi, meni rozi qilsang jannatga kirasan deydi. Dindorligini bu xotinni boshiga balo qilib tushiradi. Meni tinmay xizmatimni qilishing kerak, meni rozi qilishing kerak, shunda jannatga kirasan sen deydi. Shu erga aytilgan bir gap bor. Rasululloh aytadilar: sizlarni eng yaxshilaringiz ayoliga yaxshilik qiladiganlaringizdir deb. O'sha erda afsus, mana shu gap esiga kelmaydi. Ba'zi bir kishilar menga aytayaptiki, domla, siz ayollar haqida ko'p gapiryapsiz, ayollarning huquqini ko'taryapsiz. Sizni deydi gaplaringizni ayollarimiz eshitib, bular buzilib qolmaydimi? Yo'q.